Tarixda juda kam insonlar o'z taqdirini butunlay o'zgartirib, dunyoni larzaga solgan kuchga aylangan, ammo Baybars bundaylar ichida eng buyuklaridan biri. Sulton Baybars hech qachon oltin saroyida tug'ilmagan. Asli qipchoq yigit dushmanlar tomonidan asir olinib, qul sifatida bozorga sotilgan, ammo taqdir uni qayta yaratdi. Zero haqiqiy bo'rilar to'siqlarida pishiydi. Sulton Baybars to'liq ismi Al-Malik Az-Zohir-Rukun ad-Din Baybars al-Bunduqdori taxminan 1223-yilda Qipchoq dashtlarida tug'ilgan. Hozirgi Qoraqalpog'iston erlarida Sulton Baybars kelib chiqishi Qipchoq qabilasidan bo'lgan. U Qipchoq turki bo'lib, kichik yoshida dashti Qipchoq yerlariga Chingizxon avlodlari mo'g'ullar bostirib keladi. Yosh Baybars asir olinib qul bozorida misrlik mamluklarga sotiladi. Misrlik mamluklar kim o'zi? Misrdagi harbiy maktab bo'lib, yosh qullar sotib olinib o'qitiladi, o'rgatiladi. Misrliklar lashkari shu tariqa jangchi bo'lib yetishgach qullikdan ozod qilinadi. Ular o'z xohishiga ko'ra Misr uchun jon fido qilardi. Baybars hayotining ilk yillari azob, qullik, tahqir, pastlik bilan o'tdi. Ammo aynan shu yillar uni po'latdek baquvvat qildi. U mamluk qo'shinlariga kelgach, o'zining jasurligi, chaqqonligi, strategik fikrlashi bilan hammani lol qoldirdi. Qisqa vaqt ichida oddiy askardan lashkar sardoriga aylandi. U yerda jang san'ati, ot minish, qilichbozlik, taktika bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirdi. Tez orada u mamluklarning eng ishonchli jangchisi, so'ngra esa butun qo'shin so'l qanoti qo'mondoni bo'ladi. Dunyo titrab turgan payt mo'g'ullar hech qayerda to'xtamayotgan davrda 1260-yil Ayn Jalut jangida Baybars tarixni o'zgartirdi. U o'z qo'shini bilan mo'g'ul armiyasini tor-mor qildi. Bu mo'g'ullar mag'lub bo'lgan birinchi jang edi. U g'alaba musulmon dunyosini butunlay halokatdan qutqardi. Chingizxon avlodining ulkan armiyasi yaqin sharqni vayron qilib, hech kim to'xtata olmayotgan payt edi. Shu payt tarix sahnasiga Baybars chiqadi. Islom olami qulashdan saqlab qoladi. Ayn Jalut jangi Baybarsni dunyoning buyuk sarkardalaridan biriga aylantirgan jang bo'ladi. Baybars armiyani qayta tuzdi, mustahkam qal'alar qurdirdi. Yurtda adolatni mustahkamladi. Quddus va Makka yo'llarini himoya qildi. Uning davrida mamluklar eng qudratli davlatlardan biriga aylandi. Sulton Baybars davlatni nafaqat jang maydonida, balki boshqaruvda ham kuchaytirdi. O'shtani qayta tikladi, sud tizimini isloh qildi, yo'llar va ko'priklar qurdirdi, qonunlarni tartibga soldi, islom olimlariga homiylik qildi. Misr va Shomda mustahkam markaziy hokimiyat o'rnatdi. U sulton sifatida ham adolatli, ham qat'iy edi. Baybars sulton bo'lgach, salibchilarga qarshi yurish boshlaydi. Falastin va Suriya hududlaridagi salibchi qal'alarini navbati bilan egalladi. Qaysariya, Nablus, As-Suf, Tiberiya. Quddus yaqinidagi bir qancha qal'alar u salibchilarning eng mustahkam qal'alarini yengib, Levantdagi ularning hukmronligiga yakun yasadi. Bu islom olami uchun nur edi. U salibchilar davlatlarini birin-ketin zabt qildi va ularning kuchini yakson qildi. Bu bilan islom dunyosini katta xavfdan saqlab qolgan Baybars nafaqat jangchi, balki aqlli diplomat edi. U Oltin O'rda davlati bilan ittifoq tuzdi. Anadoludagi turk bekliklari bilan do'st bo'ldi. Mo'g'ul tarkibidagi ayrim turk qabilalarini o'z tarafga og'dirgan bu ittifoqlar mo'g'ul bosqinlarini nihoyasiga yetkazdi. Baybars o'ta qat'iyatli, qo'rqmas, adolatli, xalqparvar, ziyrak boshliq bo'lgan. Uni xalq Zohir Baybars xalqning sultoni deb atagan. Islom olamida birlikni mustahkamladi. Bag'dod xalifaligini mo'g'ullar vayron qilgach, Baybars Abbosiy xalifalarini qayta tikladi va Qohiraga joylashtirdi. Shu bilan u butun islom olamining siyosiy birligini tikladi. Sulton Baybars 1277-yilda vafot etgan. Rivoyatlarga ko'ra, u tasodifan dushman uchun mo'ljallangan zaharli ichimlikni ichib qo'ygan. Uning o'limi haqida aniq ma'lumot yo'q, zaharlangani. Tasodifiy ichimlikdan zahar ichib qo'ygani
saroyidagi raqobatchilar ishi bo'lgani. Ammo bir narsa aniq, Baybars davri mamluklar eng gullagan davri bo'lgan. Uning qabri Damashqdagi Umaviylar masjidi ichida joylashgan. Sulton Baybars 1277-yilda vafot etdi. Ammo uning nomi asrlar osha yashab kelmoqda. Chunki u oddiy bir qul bo'lib tug'ilgan bo'lsa-da, o'z kuchi bilan davlatlarni titratgan sultonga aylandi. Qullikdan sultonlikka, mag'lubiyatdan g'alabaga Baybars bizga bitta haqiqatni eslatadi. Jasorat bo'lsa imkonsiz narsa yo'q.